Assalomu alaykum hammaga. O'zi ham nimadir qo'ymaganimizga ancha vaqt bo'lib ketibdi. Shuning uchun yo'l yo'lakay hozir Islamic terms va so'zlar in probably 40 seconds. Namoz vaqtlarini ko'pchilik bilsa kerak, lekin shunday bo'lsa ham bir eslab olamiz. Namozni o'zi prayer deyishadi yoki salat deb qo'yishadi. Shu arabchadan shuni olib turib ko'p narsani o'zi copy paste qilib qo'yishgan xolos, o'zgartirishmagan. Well, starting with bomdod. Bomdod ular fajr deyishadi, fajr namozi. Fajr prayer. Peshin bo'ladigan bo'lsa duhur. E'tibor bergan bo'lsanglar, xo'p, arabchadan shu boya aytganimdek shunday copy paste qilib qo'yishgan, даже pronunciation o'zgarmaydi. Asrligicha qoladi. Asr bo'ladi. Asr prayer. And then we have maghrib. Maghrib bu shom. Va eng oxirgisi xufton isha bo'ladi. Hop, shukr ingliz tilida shukr yoki gratitude bo'ladi. Ya'ni ingliz tilida qanday deyishadi? Sabr ingliz tilida patience bo'ladi yoki-da sabr. Sadaqani biz ingliz tilida charity deb bo'ladi yoki sadaqa. Zakot bo'ladigan bo'lsa zakat. Xo'p, duo bo'ladigan bo'lsa ingliz tilida dua bo'ladi. Xuddi duo libida endi. Yo'q, nima qilsan? Yo'q, hozirgina farqi bor, stress boshqa joyga tushadi. Unda dua libi bo'ladigan bo'lsa, unda dua, make dua. Duo qilmoq yoki to supplicate bo'ladi. Inshaalloh shu rubrikada ko'proq informatsiya berishga harakat qilaman. Keyingi safar bunaqa yo'l yo'lakay emas. Siz bo'lsa, hozir biladigan bo'lsangiz, tavba qilmoq ingliz tilida nima bo'lishini izohlarda yozib, bitta gap tuzib bera olasizmi?